Assalomu alaykum. Tarixi ajib qissalardan biri Yahyo va Zakariya alayhissalomlar qissasidir. Bu tarix o'z o'rnida juda ham fojiaviy ko'rinishga ega bo'lib, quyida Bani Isroil qavmining yana bir ulkan jinoyatiga guvoh bo'lasiz. Mavzuni oxirigacha tinglasangiz, bu la'nat qavmga odam o'ldirish tarixdan meros ekaniga guvoh bo'lasiz. Yahyo alayhissalom, Zakariya alayhissalomning o'g'li. Bu ikki zot Bani Isroilning oxirgi nabiylaridan bo'lgan. Ular o'z qavmlaridan faqat tug'yon, zalolat va sarkashlik ko'rdilar. Shunday bo'lsa ham Allohga da'vat qilishda davom etdilar. Yahyo alayhissalom va Zakariya alayhissalom ikkovlari ham yahudiylar tomonidan vahshiyona qatl etilgan. Yahyo alayhissalomning onasi Imronning qizi bo'lib, Maryamning xolasi. Yahyo alayhissalom Iso alayhissalomdan 6 oy oldin dunyoga kelib, umrlarining ko'p qismini u zot bilan birga o'tkazgan. Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrotni keyin kelgan payg'ambarlar, jumladan Zakariya alayhissalom va u zotning o'g'illari Yahyo alayhissalom ham o'qib, unga amal qilishgan. Yahyo alayhissalomning fazilatlaridan biri ota-onasiga mehribonligi edi. Xususan keksalikda ko'rilgan farzandning ota-onaga mehribon bo'lishi katta fazilat edi. Unga tug'ilgan kunida ham, o'ladigan kunida ham, qayta tiriladigan kunida ham salomlar bo'lsin. Maryam surasi. Alloh taolo Yahyo alayhissalomga inson farzandi eng zaif va yordamga muhtoj bo'ladigan 3 holatda tug'iladigan, o'ladigan va qayta tiriladigan kunlarda salomatlik tiladi. Bu inson bolasiga berilgan juda ulkan saodatdir. Alloh azza va jalla Yahyo alayhissalomni sifatlab, Ali Imron surasida shunday marhamat qiladi. Mehrobda namoz o'qib turganida farishtalar unga: "Albatta Alloh senga Allohdan bo'lgan kalimani tasdiqlovchi, peshvo, shahvati tiyilgan nabiy hamda solihlardan bo'lgan Yahyoning xushxabarini bermoqda", deb nido qildilar. Zakariya alayhissalom mehrobda namoz o'qib turganlarida Allohning farishtalari kelib, u zotga suyunchilik xabarini yetkazishdi. Onasi unga hali homilador bo'lmasdan Alloh azza va jalla kelajakda tug'iladigan bolasini ismini ham qo'yib berdi. Yahyo, ya'ni hayot ato etilgan deganidir. Bu farzand Allohdan bo'lgan kalimani tasdiqlaydi. Shahvati tiyilgan, ya'ni ayollarga nisbatan bo'ladigan rag'batini jilovlab yuradigan kishi. Shu joyda ta'kidlab o'tish kerak bo'lgan bir narsa bor. Qur'oni Karim oyatida bu sifat hasur lafzi bilan kelgan. Bu so'z erkakligi yo'q, hezalak yoki xunasa odamga ham aytiladi. Dinimiz dushmanlari, xususan ateistlar, Yahyo alayhissalomga ham ushbu ma'noni nisbat berishadi. Ulug' tafsirchilarimiz esa bu fikr mutlaqo noto'g'ri ekanini qayta ta'kidlaydilar. Chunki erkakligi yo'q bo'lish jiddiy nuqson hisoblanib, payg'ambarlar bunday nuqsondan xolidir. Yahyo alayhissalomda erkaklik xususiyati komil suratda mavjud bo'lgan. Biroq Alloh u kishiga ayol zotiga nisbatan hosil bo'ladigan shahvatni tiyish qobiliyatini bergan. Yosh bo'lishiga qaramay, o'z shahvatini jilovlashni bilgan. Yahyo alayhissalom taqvo va zohidlik bilan hayot kechirgan. U zot ko'proq nabodatlar bilan oziqlanardi va qattiq jundan bo'lgan kiyimlarni kiyardi. Buning sababi kambag'allikdan edi. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomdan quyidagi rivoyatni keltiradi. Alloh Yahyo alayhissalomga 5 narsani amr qilgan, hamda Banu Isroilni ham o'sha narsalarga amal qilishga buyurgan. Yahyo alayhissalom ozroq kech qoldi. Mana shunda Iso alayhissalom u kishiga sen 5 narsaga amal qilishga va Banu Isroilni ham ularni qilishga amr etishga buyurilgansan. Ularni yetkazadigan bo'lsang yetkaz, bo'lmasa men yetkazaman deydi. Aytganimizdek, Yahyo alayhissalom Iso alayhissalom bilan bir davrda yashagan. Shunda Yahyo alayhissalom Iso alayhissalomga: "Ey birodarim, agar sen mendan oldin qilsang, azobga qolishdan yoki meni yer yutishidan qo'rqaman", dedi. Va Banu Isroilni Baytul Maqdisga jamladi. Masjid to'ldi. U kishi balandga chiqib o'tirdi va dedi: "Alloh azza va jalla meni 5 narsaga amal qilishga amr etdi va sizlarni ham o'shalarga amal qilishga buyurdi." Bu qaysi 5 ta amal? Bizni tinglab turgan obunachilarga bu savolni qoldiramiz. Javoblaringizni izohda kutaman. Tarixchilarning ta'kidlashicha, o'sha davrdagi Falastin hukmdori bo'lgan Hirot zolim va fosiq odam edi. Kunlarning birida u o'z akasining xotini Hirodiyani yaxshi ko'rib qolib, akasini o'ldirgan va xotiniga uylangan edi. Bu ham yetmaganidek, uning qizini, ya'ni o'z jiyanini ham yaxshi ko'rib qolib, unga ham uylanmoqchi bo'ladi. Qiz va uning onasi ham bu ishga rozi bo'lishadi. Chunki qiz fohisha edi. Hukmdorga turmushga chiqib biror boylikka ega bo'lishni reja qilishdi. Iso alayhissalomni ham, Musa alayhissalomni ham shariatida bunday yaqin qarindoshlar nikohi harom edi. Buni yaxshi bilgan shoh Hirot katta sovg'a salomlar bilan Yahyo alayhissalomga odam yubordi. Aslida u hukmdor shariatni pisand qilmas edi.
ammo xalqni ko'zi uchun bu nikohni oqlab olishni xohladi. Shuning uchun katta savg'a-salomlar bilan Yahyo alayhissalomdan shariatning shu joyini hukmdor uchun istisno qilishni so'rab odam jo'natdi. Ya'ni shariatni chetlab o'tmoqchi bo'ldi. Biroq Yahyo alayhissalom bunday nikoh haromligini aytib qarshi chiqdi. Qarshi chiqqanda ham butun odamlar oldida bu nikoh shar'an harom ekanini baralla aytdi. Qo'rqmadi. Savg'a-salom uchun dinini sotmadi. Ozgina mol dunyo uchun shariatga xiyonat qilmadi. Ammo bunday haq so'zni aytish ortidan Yahyo alayhissalom jiddiy imtihonga duch keldi. Shunda qizning onasi Yahyo alayhissalomni yo'q qilish payiga tushib qoldi. Fohisha qizini yasantirib, hukmdorning oldiga kirgizdi. U raqs tushib, hukmdorning ko'nglini oldi. Hukmdor unga yaqinlik qilishni istaganida, qiz rad etib, bitta shartim bor dedi. Shunda u qizga tilagingga dedi. Qiz Yahyoning boshini ushbu tovoqqa solib oldirib ki, uning boshi mening mahrim bo'ladi dedi. Subhanalloh. U bu ishni bajarishga amr qildi. Va bir to'da yahudi askarlar Yahyo alayhissalomni namoz o'qiyotgan holda topib, so'yib, boshini tovoqqa solib olib kelishdi. Uni ko'rgan boyagi yahudiya qiz va onasi, "Bu kun mening ko'zim quvnagan eng yaxshi kun bo'ldi" dedi. Yahudiylar o'z payg'ambarini vahshiyona qatl qilishdi. Yahyo alayhissalomning shogirdlari mash'um xabarni Iso alayhissalomga yetkazganlarida, u zot qattiq xafa bo'ldi va odamlarni Yahyo alayhissalomning da'vatlariga chaqira boshladi. Yahyo alayhissalomni bu tarzda qatl etilishiga o'sha paytda ko'pchilik ilm ahllari qarshi chiqishdi. Shunda zolim hukmdor ularni ham, jumladan Yahyo alayhissalomning otasi Zakariyo alayhissalomni ham o'ldirdi. Zaifroq rivoyatda keladi. Zakariyo alayhissalom qochib bir daraxt oldiga keladi va daraxt ochiladi. Shunda u kishi o'shaning ichiga berkinib oladi. Iblis uning etagini ushlab tashqariga chiqarib qo'yadi. Yahudiy askarlar izlab kelishganida iblis uning etagini ko'rsatib, Zakariyo shu daraxt ichiga sehr bilan berkinib oldi deydi. Askarlar daraxtni kesib, ichidagi ulug' payg'ambar Zakariyo alayhissalomni ham qatl qilishdi. Allohning la'nati bo'lgunlar. Ibn Kasir Bidoya va Nihoya asarida yana bir rivoyatni keltiradi. Yahyo alayhissalom boshi uzilganida u kishining qoni yerga to'kiladi. Ammo yer u zotning qonini emmaydi. Qon yerga singmay qaynab turadi. Uzoq vaqt shunday holatda turadi. Keyinchalik yahudiylar ustiga bostirib kelgan Boxton Nasar bu holatni ko'rib, nega qon bunday qaynab yerga singmayotganini, aslida bu kimning qoni ekanini so'raydi. Shunda bo'lib o'tgan voqeani unga aytib berishadi. Boxton Nasar qalbini Alloh ilhomlantirib, Yahyo alayhissalom o'ldirilayotganda o'sha shaharda bo'lgan yahudiylarning barchasini qirib tashlashni ko'ngliga soladi. Boxton Nasar 70 ming yahudiyni qirib tashlagandan keyin qon asta-sekin yerga singib ketadi. Yahyo alayhissalomning uzilgan boshini ko'rganda, boyagi ayolning aytgan so'zi esingizdami? Bu kun mening ko'zim ko'rgan eng yaxshi kun bo'ldi. Alloh azza va jalla bu ayoldan ham intiqom oldi. U la'nat ayol bir kuni qasrning tepasiga sayrga chiqib, o'sha yerdan pastga qulab ketdi. Qulaganda ham to'g'ri yirtqich itlar saqlanadigan joyga quladi. Itlar unga hujum qilib, tanasini burdalab tashlashdi. U itlar o'zini qanday g'ajib tashlashini hech narsa qila olmay kuzatib turdi. Oxirida bir it kelib, "Bu kun mening ko'zim ko'rgan eng yaxshi kun bo'ldi" deb aytgan ikki ko'zini sug'urib oldi. Payg'ambar o'limiga sababchi bo'lgan badbaxt ayol shu tarzda o'lim topdi. Siz o'ylamang, shuncha yosh go'daklarni o'ldirganlar tek tashlab qo'yiladimi deb. Yo'q, qahhor bo'lgan zot ularga ozroq vaqt beradi. Ular gunohga yaxshiroq botish uchun, o'z tug'yonlarida yana ham haddlaridan oshishlari uchun. Bir kun keladi, berilgan muhlat tugaydi. Alloh barchamizga ofiyat bersin. Biz bilan qoling, videoni yaqinlar bilan ulashing.